Ke xotin, davay kofe ichamiz, zo'r kofe sotadi bu yerda. Iye, brat, nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Jo'xa, men juda ham xafaman. Nima uchun xafasiz? Hammani xotini bor qishloqda, men esa xotinim yo'q. Siz uylanaman deganingiz-ku. Qiz topolmadim-da. Bo'ldi, shu problemami? Hozir 1 minut. Xotin, davay biz hal qilib yuboramizmi shu muammoni? Ha, yuring, hal qilamiz. Ketdik bo'lmasa, unda janob oshpazga bitta qiz topib kelamiz. Bo'pti, kutib turing. Rahmat Jo'xa, boringga shukr. Bo'pti, xotin, sen uyga borib tur, men o'zim bu bratanga xotin topaman, xo'pmi? Mayli, faqat xotin topaman deb qizlarga qaramang. Yo'q, qaramayman, xavotir olma. Bo'pti, sen uyga borib turgin. Voy, Jetel, qalaysan, ishlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Nima gap, tinchmisan? Bo'ladi. Xullas, mana bu kofechi bratan bor-ku, ya'ni oshpaz. Ha, nima qilibdi oshpazga? O'shanga bitta xotin topish kerak. Qishloqda qiz bola bor, yo'q? Qiz bola bor? Qayerda qiz bola bor? Seni xotining qiz bola, janob berdi xotini qiz bola. Oy, jinnimsan, ulardan boshqa deyapman. Ha, bilmadim, mendan so'rama. Jinnimsan, nimaga meni uryapsan? Bo'pti, yig'lama. Qayerdan topaman endi qiz bolani? Mayli, biror joydan chiqib qolar. Mana bratan bilmasmikan? Bratanning o'ziga ham xotin kerak. Hali bu bratanni uylantirish kerak, do'konchini uylantirish kerak. Uylantirishga odam ko'p-ku. Aytgancha, do'konchi bilsa kerak, chunki uni do'koniga har kun yangi har xil odamlar keladi. O'shanda ko'radi, qanaqa qiz bola kelgan, qanaqa yigit kishi kelganmi, xullas biladi. Yigit kishi menga vashchi kerak yo'q-ku, endi qiz bola kelganmi yo'qmi biladi-da. O janob mer menga qarab turibdimi? Menga qarayapti shekilli. Janob merdan ham so'rasam bo'ladi, chunki aholi qishloqda qanaqa aholi yashashini janob mer yaxshi biladi-yu. Bratan, qalaysiz? Tinchmisan Jo'xa, do'konda nima edi, sigaret bormikan? Jinnimisiz? Sigaret chekmang. Sigaret odamning umrini qisqartiradi. Qanday qisqartiradi? Misol uchun siz hozir necha yoshsiz? Hozir 23 yoshman. Sigaret chekmaganingizda 46 yosh bo'lardingiz. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, Jo'xa, tinchmisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Bo'ladi. Yangilik bormi? Yo'q, yangilik yo'q. Bitta boshqa yangilik bor. Qanaqa yangilik? Oshpaz bor-ku kofedagi. O'shanda yangilik bormi? Yo'q, o'shani uylantirish kerak, keyin yangilik bo'ladi. Qiz topish kerak edi demak. Shu qiz izlab yuribdi. Agar bilsangiz qiz qayerda borligini aytib yuboring demoqchi edim. Siz do'koningizga har kuni har xil odamlar keladi-yu. To'g'ri. Bilmadim qanaqa qizlar senga kerakligini. Janob merdan so'rab ko'r, janob mer biladi anig'ini. Mayli unda, rahmat janob. Lekin bitta senga iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Agar iloj bo'lsa, meni ham uylantirib yubor. Oho, siz ham xotin so'rab qolibsiz-a? Endi nima qilay? Hamma uylanyapti-yu, men ham qarab o'tirmayman-ku. To'g'ri. Mayli unda janob, sizga ham baxt tilab qolaman. Xotin toping, uylantiramiz. Shu topish problemada. Toparsiz, izlab ko'ring, do'koningizga har xil odamlar keladi-yu. Endi janob merdan so'rash kerak. Janob mer aniq bilsa kerak rostdan. Janob mer menga qaramay turgan ekan shuncha paytdan beri. Qishloqqa qarab o'tirgan ekan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, tinchmisan? Tinch. Hamma tinchmisan deb so'rayveradi, asabni buzib. Yangilik bormi? Yo'q, yangilik yo'q. Boshqa yangilik bor. Qanaqa yangilik? Ana kofedagi oshpaz bor-ku. O'shanda yangilik bormi? Obbo, siz ham shunaqa deysizmi? Yo'q, o'shani uylantirish kerak. Uylantirgandan keyin yangilik bo'ladi. Uylanmagan bu. Yo'q, o'sha uylantirsa keyin yangilik qiladi-da. Xotin topish kerak edi demak. Shu topishga sizdan so'ragani kelgandim. Qishloqda qanaqa qizlar bor? Qaysi qiz yaxshi, qaysi yomon degandek. Bilmadim, hozir bitta, ikkita, 3 ta qiz ro'yxati bor menda. Qishlog'imizda sen va meni xotinimdan tashqari yana 3 ta qiz bor. Rostdanmi? Ha, rostdan. Nima men ko'rmaganman? Endi xotining qo'ymagandir qaramang deb. Bilmadim. Mayli, unda manzilni aytsangiz. Manzili bittasi qishloq markazidagi quduqning yonidagi uychada yashaydi. Bittasi o'shani oldidagi katta uyda yashaydi. Ya'ni zamonaviy haytech qurilgan bor-ku. O'shanda yashaydi. Keyin bittasi anaqa politsiyaxonaning yonidagi haytechda yashaydi. Bo'pti, mayli unda janob mer, ketdim. Mayli, to'y bo'lsa meni ham chaqiringlar-a? Albatta, sizni chaqirmasak to'y bo'larmidi? Bo'pti. Aldab yana qolib ketmayman, esdan chiqib. Yo'q, qolib ketmaysiz, xavotir olmang, bo'pti. Hozir o'sha qizlar bilan gaplashib ko'rishim kerak. Ular mana bu kofechi bratanki tegarmikan, yo'qmikan bilmadim. Bittasi mana bu uyda dedi janob mer, mana quduq yonidagi uycha, mana shu. Keyin bitta haytech qurilgan uy dedi, haytech qurilgan uy mana bunisida. Qanday, voy, Jetel qochib tursang, agar uzr qochib tur. O'z sen tushunmadim. Uyatmasmi? Qiz bola uyiga kirib kelish uyatmasmi? O'zingizga uyatmasmi?
Siz gapim bor, shoshmay turing, gapim bor. Xullas o'tirsam bo'ladimi? Ha, o'tirib bo'ldim. O, asabni buzganni qara. O, chiq, bu yerda biz sirli narsani gaplashishimiz kerak. Chiq, yo'qol. Yo'qol dedim men senga, yo'qol. O'tirsam bo'ladimi? Ha, o'tirib bo'ldim. Kalushda sizga bitta taklifim bor. Qishlog'imiz boshidagi kofechi va oshpaz bor-ku, o'shanga xotin kerak bo'lyapti. O'shanga yerga tegmaysizmi mabodo? Men oshpaz yerga tegmayman. Oshpazga tegmaysizmi? Ha, mayli, o'zingiz bilasiz, lekin qarangda, oshpaz ham yaxshigina pul topardi, bo'pti, o'zingiz bilasiz, mayli, sog' bo'ling. Bu oshpazga tegmayman deyapti. Menga kamida Ronaldo kerak deyapti. Bilmayman Ronaldo qayerdan topadi. Endi mana buni kiramiz. Bu yerda ham jeytlar. Senlar hali opas nima qilyapsiz? O, kravatga o'tiryapsiz. Chiq, asabni buzma, keyin ishingni davom ettirasan, gaplash. Opa, siz oshpazga erga tegmaysizmi mabodo? Qancha pul topadi? Sizga pul muhim ekan, bo'pti, sizga pul muhim. O'zi siz yaxshi qiz emas ekansiz, mana jitelar oldingizga kiritib olgansiz, bo'pti. Jinnimisan, mana yoqda jinoyat bo'lyapti, bor, jinoyatni qara undan ko'ra. Qayerdan topaman endi, nariga qizni topib kelayin borib. U qiz nima qilyapti ekan bilmadim. Qayerda ekan? Haydech uyda deganda, mana haydech uy topdim. Shunisi bo'lsa kerak menimcha. Mana ekan. Assalomu alaykum. Qarang, sizga salom beribman. Siz menga salom bering, davay. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Zo'r. Sizga bitta taklif bor. Xullas, ana kofechi bor-ku, qanaqa oshpaz. O'shanga xotin kerak edi. Mabodo erga tegmaysizmi? Jinnimisiz, meni yerim bor. Ha, uzr bo'lmasa, adashib kelib qoppa eringiz bo'lsa. Obbo, 3 ta qiz bor degandi. 3 ta qizni ham ko'rdim. Uchalasi ham vashshi to'g'ri kelmaydigan qizlar ekan. Endi qayerdan topamiz qizni bilmadim. Balki boshqa joydan topilar, lekin qayerdan topishimiz mumkin? Nima qilishni ham bilmay qoldim. Ha, mayli, hozir xotinimni oldiga boraychi, xotinim bilan maslahatlashay. Balki xotinim qiz topgandir. Lekin bu qizlar birortasi ham yaxshi qiz emas ekan. Qiz topmasak bo'lmaydi. Janob oshpaz bo'ydoq o'tib ketsa dabdala bo'ladi. Xotinim menimcha uyda o'tiribdi, kravat. Xotin yaxshi o'tiribsanmi? Kaloshdek birorta ham qiz, normalniy qiz yo'q ekan qishloqda. Senda variant yo'qmi? Meni oshpaz jiyanim shu qishloqqa ko'chib kelyapti. Yo'g'i kelyaptimi? Bo'pti, unda ketdim, men borib kutib olayin, keyin sen ham borgin, xo'pmi? To'y qilamiz. Xo'p, mayli, ehtiyot bo'ling. Bo'pti, men ketdim, garochi hozir borib. O, bitta kakras oshpaz qiz ekan, u ham xotinimning aytishi bo'yicha. Endi bilmadim, qachon keladi, qanday keladi, u oshpazga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, unisini aniqlashtiramiz. Hozir qayoqdan kelishini birinchi o'ylab ko'rish kerak, ya'ni izlab ko'rish kerak deganda topish kerak birinchi o'rinda qayoqqa keladi u. Bu menimcha kofening oldiga kelmaydi, katta ehtimol bilan janob merni oldiga keladi. Ko'chib kelyapti dedi-yu. Ko'chib kelayotgan bo'lsa janob merni yoniga keladi-da, keyin uy topib ko'chadi boshqa uyga. Uy topib o'tirmasdi, mana kofechi biratli uyda yashaydi, xotini bo'lgandan keyin birga yashaydi-da. Ketdim garochi hozir kelishini kutib o'tiraman endi. Janob merni yoniga boraychi, janob mer bilsa kerak menimcha mehmon kelayotganini. Janob mer. Nima bo'ldi? Yo'q, bo'lmasa ekan uchalasi ham. Bo'lmaydimi? Bitta yangilik bor aytgancha. U yangilikni o'zim ham bilaman. Qaysi yangilik? Qishlog'imizga bitta oshpaz qiz kelyapti. Qayerdan bilding? Xotinimni jiyanimi bo'lasimi, qarochi shunaqasi ekan. Xullas, o'shani kelsa oshpaz qiz bo'lsa, kakres mana oshpaz bratga to'g'ri keladi-yu, o'sha uylantirib qo'yaylik. Bo'pti, kelishib kutib turaylik, bo'lmasa gaplashamiz. Mayli, kelsinchi unda. Obbo, qachon kelarkan bu janob mer? To'xta, hozir telefon kelyapti. Alo. Bo'pti, mayli. Kelibdi, davay ko'chaga chiqib kutib ol. Mayli, hozir kutib olaman. O'zi rostdan ham oshpazmi qiz? Ha, oshpaz, chiq tez. Mayli janob mer. Oshpaz qiz, qalaysiz, yaxshimisiz? Xush kelibsiz bizni qishlog'imizga. To'xtang, eshigingizni yopib qo'ying. Endi bilmayman, shamol kirib sovuq qatasizmi? To'xtang, janob merni oldiga kirmang. Sizni bitta boshqa joyga olib boraman. To'xtang, sekinroq yuring. Men sizga ko'rsatishim kerak-ku yo'lda. Xullas, bizni qishlog'imizda bitta oshpaz bor. Sizga o'xshagan oshpaz, kofeda oshpazlik qilasiz. Siz ham adashmasam kofeda oshpazlik qilasiz shunaqa. Keyin o'shani xotin yo'qda, hammani xotini bor, yig'lab o'tiribdi. Yo, yig'lamayapti, u erkak kishi yig'lamaydi-yu. Qarochi, kiring, sizni tanishtirib qo'yaman. Mana shu brat qalaysiz? Kim bu? Jo'xa. Hayajonlanmang. Opa, mana shu qizga siz erga tegasizmi? Juda ham samimiy va ochiq ko'ngil yigit. Maylimi? Menga turmushga chiqasiz, rozimisiz? Yo, zo'r-ku. Jo'xa, to'yda davay harakatini qil. Endi meni xotinim bo'ladi. Yo, davay baxtli bo'linglar. O'zim chiroyli qilib to'y qilaman. Voy, dahshat bo'ldi, brat. Yolg'iz qo'ymang, gaplashib turinglar, hozir kelaman. Davayda endi to'y boshlash kerak. Lekin to'yni qanday o'tkazaman? Obbo, mayli. Hozir shu yerda qanaqadir bazm qilamiz garoshdagi.
O akalar ko'ryapsizlarmi? Shuncha mehmon kelgan o'sha to'y boshlanish arafasida u yerda janob mer menga qarab turibdi nimagadir. Boshlasang boshla deb aytgancha bu yerda men boshlovchi ham, artist ham hammasi o'zimman, o'rtakash, pastkash hammasi o'zim bo'lib o'tiribman u yerda. Politsiyachi menga nima qaryapti? Birat yomon ish qilayotganmi? Mana yoqda bitta politsiyachi qarab turibdi. Mana militsiya ham qarab turibdi. Nimaga bular menga qaraydi? Men yomon ish qilmay, janob mer. Boshlasang boshla. Oyog'im og'rib ketdi. O'tirvoy stulga. Bilasan o'tira olmasligimni. Bo'pti, hozir 1 minut janob mer. Barchaga assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun biz do'stimiz Oshpazbekka, mana bu qizimiz Oshpazxonni kelin qilyapmiz. Ya'ni Oshpazbekni Oshpazxonga uylantiryapmiz. Nimagadir meni xotinim ana bu kuyovjo'raga qarab o'tiribdi. Xullas, hamma menga qarasin. Sen ham. Karoshda akalar, bugungi to'y marosimimiz mana shu ikkita jo'ralarni yana bir-biriga qarab olyapsanmi? Qanaqa jo'ralar. Karochi mana shu Oshpazbek va Oshpazxonlarning to'yi munosabati bilan ushbu bazm bo'lyapti. Ularga baxt tilab qolaman albatta. Yana kim baxt tilamoqchi? Men baxt tilayman. Siz ham tilaysiz. Bilaman janob mer, ikkalamiz doim tilab yuramiz hammaga baxtni. Yana tilaydiganlar bormi? Men ham baxt tilayman. Urushmasin faqat menga ortiqcha ish bo'ladi. Nima deb eshitdilaringmi? Janob politsiyachi aytayapti-ku urushmanglar ekan. Chunki janob politsiyachilarni keyin urushchilarni to'xtatish uchun ishli bo'lib qoladi-da, band bo'lib qoladi. O'shaning uchun urushmaslikka nima deb harakat qilasizlar qarochi. Obbo, juda ham nator gapiryapman. Endi buncha mehmonni oldida gapirish hammaga ham oson emas, baratanlar. Xullas, to'yimizni ochiq deb e'lon qilmaymiz, e'lon qilamiz. Akalar, hozir men chiroyli qo'shiqlar bilan davom etamiz. Orqadagi yurakchaga e'tibor berasizlar, uni men chizib qo'ydim. Xullas, mehmonlar davay oldinglarga qo'yib qo'yilgan noz ne'matlardan bahramand bo'lib yeb o'tirishinglar mumkin. Men ham yesam bo'ladimi? Janob mer, so'rab yeysizmi? Olayning onasini yemsin, borib kuyovni oldiga tortdingiz sezam mayli. Uni yemayman, uni o'zlari yeydi. Mayli. Kuyovjon va kelinxonlar, sizlarga baxt tilab qolaman va o'zimni qo'shiqlarimni boshlayveraman. Qanday qo'shiq aytsam ekan? G'ayradan bo'lsin. G'ayrami? G'ayradan badam. Onajonim san mani. G'ayradan badam. Shirin zabonim san mani. Kuy yo'qmi musiqangda? Endi sozandalar yo'g'i atrofimda, ko'rmayapsizmi? Hatto qarsak cholib ayt. Qarsak cholib aytayman. Bo'pti, unda qarsak bilan aytamiz. G'ayradan badam. Onajonim san mani. G'ayradan badam. Shirin zabonim san mani. Bo'lmaydi. Artist aytish kerak. Seni bekor aytibdi. To'g'ri, o'zi qo'shiq aytish yo'qmaydi menga. Unda bor artist topib kel. Biz o'ynashimiz kerak. Brat, endi politsiyachi uyat emasmi sizga? Uyat emasmi? Endi qishloqchi gapiryapman. Uyat emasmi? Bilmadim, uyalmayman. Menga farqi yo'q, o'ta farqi yo'q. Farosatsizlar qarang. O'zimni kim tushirdi? Qo'shiqda davom etamiz. Davay. Siz tushirgansizda demak. Davay, g'ayra. Asabga tegmang. Davay, unda boshqa qo'shiq aytib beraman sizlarga. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga qaytarib otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan, bu mening merim. Nima, sen meni izdivosdan qilyapsanmi? Hammaga shunday qilasiz-ku? To'g'ri. To'ylarim muborak unda.